Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari. Musofir yurtda yurgan hamyurtlarimizga juma ayyom muborak bo'lsin. Bugun juma, Andijonda avtomobil bozor. Mana bozorlarimiz mana bo'lib turibdi. Xudo xolisa qo'limizda yangiliklar bor. Xo'p. Birinchi mashinamiz mana bu Malibu 2. Mana Malibu 2 ko'pchilik so'radi, marhamat, so'raganlar talablariga binoan Malibu 2 2017-yil 1.5 turbina motor Amerikanka. Xo'p, mashinamiz 144 ming probegda. Propan gazla ustanovka bo'lgan. Mana panorama tomlari. Balonlari ham yaxshi holatda. Orta ko'rinishlar 707. Salon holatlari. Mashinaga propan gaz ustanovka bo'lgan. Ponni beton shuncha hamma joyi. Xullas yurish-turishlari, holatlari a'lo darajada. Malibu 2 minaman deganlar mana. Pulini $17.500 deb baholadik. Buni Devo moshtalarga barter qilamiz. O'zbekistonda hamma viloyatiga dastavka qilib yetkazamiz. Mana 7-8 ming puli bolalarga bankdan qilib bersak bo'laveradi. Marhamat, ko'ringlar. Malibu 2. Keyingi mashinamiz, buni oldin obzorini ko'rsatganmiz. Kia K5 2022-yil 90 ming probegda. Kraskalari top toza. Kia K5. Inaman deganlar marhamat. Mashinamiz sotuvda. Bu mashinamizni $22.000 ga beramiz. Kia K5. Krugovoy tonirovkasiga ruxsatnomalari bor. Holatlari a'lo buni. Mashinamiz 2 motorda. Holatlari yaxshi. K5 minaman deganlarga mana bu mashinamiz Captiva 4 2017. 180 ming probegda $16.000 ga beramiz. Buni propan gazlari bilan xullas minishga tayyor. Buni ham Devo moshtalarga barter, 7-8 ming puli bolalarga o'zimiz bilan 6 oygacha murosa qilsak ham bo'laveradi. Dastavka qilib O'zbekistonning hamma viloyatiga yetkazib beramiz. Ekanix. Mana 2020 Ekanix. Kraskalari toza, 100 mingdan oshiqroq yurgan. Puli 21 ming. Jetower X70 Plus. Bu mashinamiz luxury. Xo'p, bu mashinamiz 60 ming probegda. Tayyor upakovka qilib podarishni qilib qo'yganmiz. Buni $22.000 kamini ham qilib bersak bo'laveradi. Mana. Marhamat. Jetower X70 minaman deganlar aloqaga chiqasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, bu Kia K5'imiz ham bor. Bu ham 2022 90 ming yurgan. Buni puli 21.500. Buni ham kraskalari toza, xullas Malibu 1. Malibu 1 ishqibozlariga mana Malibu 1. 2012-yil
bitta Krilo'da kraskasi bor. Puli 12.500 dollar. Bu Captiva'miz 2014. Captiva 3 turbo bo'lgan varianti. Kraskalari toza. Hop. Bu mashinamiz 144 ming yurgan. Kraskalari toza 3 turbo bo'lgan varianti. Hop, bu mashinamizni 12.700 dollarga beramiz. Propan gazlari bilan minishga tayyor bu ham. Captiva oqidan minaman deganlar mana 3 turbo bo'lgan variant. Mercedes ML'imiz. Bunimiz 15 ming. Buni ham oldin obzorini ko'rsatganmiz. Круговой тонировки. Mana bejевый salon. Mana lyuk. Captiva turimiz 72 ming probek. 18.800. 2018. 5-chi pokoleniya metan gazon ustanovka. Qo'ygan oldin obzorini ko'rsatganman. Mana bu ikkita tayda, ikkita, to'rtta 120 tali. Eski stinaları ham joyida. Trailblazer'imiz ham sotuvda. 2020. Kraskalari toza. 165 ming probekda oxirgi avlod propan gaz ustanovka bo'lgan. Mana. Puli buni ham bo'lishib 22.500 dollarga beramiz. Eski dinalari joyida. Trailblazer ishqibozlari. Minishga tayyor, xudo xolisa. Hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari. Xo'p, Mazda CX-9'imizni ham oldin sotuvga qo'ydik. Obzorini ko'rsatganman. Buni ham ko'ringlar. Mashinamiz 200 ming yurgan. 2007 Mazda CX-9. Yaponskiy samuray. Ko'ringlar, bu mashinamiz 12 ming dollar. Monitorlari bor. Yetti o'rindiqli mashina. Mashinamiz sotuvda. O'zimizning nomimizda. $12.500 ozgina kami bor deb 12 ming dollar bo'lishi. Ko'ringlar. Bu Mazda CX-9'imiz ham sotuvda. Yaponiyaning mahsuloti, buni ham holati a'lo. Hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari, bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga omad. Yana bir bor juma muborak. Salomat bo'linglar.